Mikroavtobus va avtobuslar olamida o'z o'rniga ega bo'lgan Asia Star. Assalomu alaykum China Motors muxlislari, obunachilari va kuzatuvchilari. Barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi videomiz mikroavtobus haqida bo'ladi, ya'ni Asia Star tomonidan ishlab chiqarilgan. Yaqinroq ekranlarga joylashib olamiz va videomizni oxirigacha tomosha qilamiz. Demak, Asia Star mikroavtobusimiz oldi qismi podveska recharge hisoblanadi va orqa qismi ходовой, demak resor bo'ladi va qo'sh ballonli hisoblanadi. Bundan tashqari ballonlarning radiusiga keladigan bo'lsak, 195-75 R16 ballonlari, ya'ni diskalarda ballonlar o'rnatilgan. Ballonlari Chaoyang kompaniyasiga tegishli. Hurmatli obunachilarimiz, endi ushbu mikroavtobusimizning salon qismini birma-bir sizlar bilan tekshirib chiqamiz. Bismillah. Demak, rulimiz elektrousilitel rul hisoblanadi va podushka безопасности, ya'ni xavfsizlik yostiqchasiga ega. Tabloimiz chap tomonda, demak, оборотini ko'rsatib turibdi va o'ng tomondagi qism bu 180 gacha yuqori tezlikka ega ekan. O'rtada maxsus o'zining sifrovoy ekranchasiga ega. Va qo'shimchasiga rulda kerakli bo'lgan, ya'ni monitor boshqarish uchun, ovozni ko'tarish uchun va maxsus qo'shimcha knopkalariga ega. Uzatma qutimiz mexanika hisoblanadi va 6 ta pog'onaga ega. Nimadan tashqari? Zadniydan tashqari. Klimat kontrol barchasi mujassam. Bundan tashqari ushbu mikroavtobusimizda nimasi bilan yaxshi? O'zining maxsus salonni havosini almashtirib beradigan uskunasi ham bor, funksiyaga ega. Oldi qismda ko'ramiz, kamerasi mavjud. Bu tomonda soat, oldi qismida yana bitta kamera joylashtirilgan, kulleri bor. Bundan tashqari maxsus xolodilnik va eng asosiysi kreslalari, bu kapitanskiy kresla deyiladi va hammasi kojadan iborat. Bundan tashqari maxsus o'zining yuk xonasiga ega. Demak, qo'lingizda chimodaningiz bo'ladimi, bironta yukingiz bo'ladimi, bu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. O'zining LED chiroqlariga ega, demak, saloni boshidan saloni oxirigacha bor va har bitta yo'lovchining ust tepasida yonida konditsioneriga ega. O'zining maxsus monitori bor. Albatta passajirlar uchun qo'yilgan bu ham. Juda ham ajoyib. Luki bor, lukiga ega va orqa qismida ham maxsus joyi bor. Endi bittasini o'tirib sizlarga ko'rsatib beramiz. Demak, sideniyaga oyoqlar orasi, demak, sideniya bilan oyoqlar orasida kamida 20 sm joy bor. Demak, maxsus mazza qilib keng joyda ketsa bo'ladi va o'zingiz uchun sideniyani moslashtirsangiz ham bo'ladi. Demak, hurmatli obunachilarimiz, ushbu Asia Star necha pul turadi? Asia Star oldin $55.500 sotilib kelingan. Lekin bu Asia Starimiz oxirgi qolgani uchun sizlarga hamyonbop narxda taklif bermoqchimiz. Demak, $5.500 pulingizni tejagan holda $50.000 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Qayerdan deysizmi? Albatta China Motors kompaniyasidan. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi va China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring. Barchangizni kutib qolamiz va keyingi videolarda uchrashguncha deb qolamiz.